Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayid, korrektor Abduvali Sayid, bat va muqobil loyihalaguvchi A. Aqxon. Allohni tunishga dalil kerak emas. Allohning mavjudligini dalillash masalasiga kelsak, islom olimlari jumladan zo'r ko'pchilik aqida olimlari Allohning mavjudligini bilish masalasi maxsus dalil orqali isbotlab chiqishga tegishli masalalardan emas. Allohning mavjudligi inson o'zining sog'lom tabiati orqali bilalaydigan narsalar jumlasidan deb qaradi. Mohiyatda bu qarash Qur'oniy mavqening talabi asosida sog'lom fitratning zarur talab ehtiyojini asosiy o'ringa qo'yishdan kelib chiqqan real va ilmiy yakun bo'lib, ular Allohning mavjudligini dalillash masalasini dalillashga ehtiyoj tushmaydigan aqalli savod va aksiomik bilimlar qatoridan deb qaradi. Ular Alloh taolo mutlaq maxfiy mavjudiyat bo'lmasdan, balki xuddi samoviy bayonlarda kelganidek mavjudligi hammadan oshkora va hammadan ro'shan zotdir. Halbuki bu xil ziyoda oshkoralik va ro'shanlik insonga go'yo u maxfiydak, dalillash orqali isbotlash kerakdek tuyuladi. Amaliyotda shay'lar aro musofining haddidan ziyoda g'oyat yaqin bo'lishi mazkur shay'ini bemalol ko'rishga to'salg'u bo'lganiga o'xshash, shundaqla uning nuri haddidan ziyoda kuchli bo'lgach, uning ro'shan vujudiyatimi maxfiydak bilingandir. Navoda yuqorqidek bo'lmaganida edi, uning mavjudligi xususida hech bir aql egasi ixtilof qilib yurmagan bo'ladi degan izohotlarni o'ttirg'a qo'yishdi. Albatta, bu tushuncha amaliyot va tajribalardan kelgan ilmiy yakun bo'lib qolmay, yana Qur'on va sunnat dalillari asosida maydonga kelgan xulosa edi. Imom Ibn Ajiba mazkur nuqtai nazarni izohlab mundoq deydi: shaksizki, yaqinlik yuqori chekka yetganda yoshirinlikni keltirib chiqardi. Bu go'yo ko'z qarchoqiga o'xshaydi. Ko'z qarchoqi insonga haddidan ziyoda yaqin bo'lgachqa, u ko'z qarchoqi borligini idrok qilmaydi. Halbuki Allohning yaqinligiga hech narsa to'g'ri kelmaydi. Biz insonga uning jon tomiridan yaqinmiz. Qaf surasi 16-oyat. U yana mundoq deydi: xuddi Imom Busayri aytgandek, darajadan tashqari oshkorlikmi maxfiylikni keltirib chiqaradi. Olimlar buningga quyoshning sirtqi shaklini misol qilishadi. Quyosh nuri ziyoda kuchayib parlagan sari ko'zlar uningga qarashga ojiz qoladi. Demak, buningdan ziyoda ro'shanlikdan ko'rgili bo'lmaydiganlik kelib chiqdi. Xuddi shoir aytgandek: pardasini qayrag'achqa pardalangandir. Oshkorlikning yo'gishi ajablanarlikdir. Ma'lum bo'ldiki, nurani Alloh o'zini ko'rishdan ojiz ko'zlarga pardalanmagan turib maxfiy bo'lgandir. Imom G'azali mundoq deydi: bilginki, mavjudotlar aro eng oshkora va eng yorqin mavjudlik Alloh taolodir. Mana bu hol bizdan Allohni bilishning ilm ma'rifatlar ichida eng avvali zehnlarga eng yaqini bo'lishni talab qilsa-mu, bu xil masalalarni tushunishda yanada masalaning qarshisidan chiqib turib bilish kerak bo'ladi. Shubhisizki, aqllar tushunishga ojiz keladigan ishlarning ikki turli sababi bo'ladi. Birinchi sabab masalaning tushunilmasligida, uning aslida tegi-tegidan g'uva tutuq bo'lganligidandir. Albatta, buningga misol elish behojat. Ikkinchi sabab bo'lsa, masalaning hisobsiz ro'shan bo'lishidandir. Imom G'azalining bu nuqtada ko'zda tutquni Allohning mavjudligining tegidan tutuq va aql tushunishga ojizlik qiladigan masala doirasida emas, balki uning oshkorligining ro'shanlikda har qanday aniq va nuroniy mavjudlikni besib tushadigan holatda behisob ekanligidir. Shunga u bu vaqtdagi bayonini shunday xulosalaydi: Janobi Allohning darajadan tashqari oshkori bo'lishi uning yoshirin bo'lib tuyulishiga sabab bo'lgandir. Parlaq nuroniligi bilan ko'rinmagan, oshkori turib ko'zlarga maxfiy bo'lgan Alloh pok va muqaddasdir. Imom Ibn Ubbad Rundi mundoq deydi: ma'lumki, nurlar ichida quyosh nuri eng kuchlidir. Uning yo'riqlik kuchi intayin yuqori bo'lgach, ko'zlarni quyoshning qandaqligini bilishdan pardalab qo'ydi. Buning bilan quyoshning oshkorligi uningda to'liq tegishli nur sababli go'yo pardalanolgandek holat maydoniga keladi. Amaliyotda quyoshning o'zi pardalangan emas. Uning ro'shanligi, uningdagi nurning parlab turishi sababli go'yo uning zoti nuri orqasiga yoshirilgandek bilindi. Amaliyotda quyoshga nisbatan bu yoshirinish emas, chunki u nuroniligi o'zida bor va tegidan oshkora mavjudlikdir. Nurli holatda turish bo'lsa, uning tabiatidir. Undaqda bu yerdagi quyoshning pardalanishi degan tushuncha uning o'zidan kelib chiqqan narsa bo'lmasdan, balki uning g'ayridan kelgan narsadir. Ko'zlar uchun pardalangan deyilayotganimi, amaliyotda ko'zning chaqnab turgan nuriga qarashdan ojiz kelishidir. Ana shuningdek, Alloh taoloning oshkorligining ziyoda ro'shan bo'lishi, uni maxluqotlardan yoshirib qo'ygan nurning yuksak darajada chaqnishi ko'zlardan uni maxfiy qilib qo'ygandir. Imom Ibn Qayyim al-Javziy mundoq deydi: Alloh taolo o'zini Qur'on Karimda nur deb atadi. Tushirgan kitobini, avatgan payg'ambarini, rozi bo'lgan dinini nuroniylik bilan ta'rifladi. Alloh taoloning o'zimi nurdir. U ashu nuri bo'lgach maxluqotlarga ko'rinmagandir. U yana mundoq deydi:
Allah barliq tunilgan şeylerden tunuşluqroq, oshkorligi barliq dalil isbotlardan ro'shan zotdir. Gerçi Allah'ның mavjudligini şeyler ustida fikr yurgizish va uning harakat faoliyati hamda uning o'ziga munosabatli prinsip ahkamlar asosida tunish mumkin bo'lsa-mu, haqiqiy ma'nodan aytganda şeyler Allah orqali tunilgan. U yana mundaq deydi: "Men Shayxul Islom Ibn Taymiya hazratlarining Allah u zotning ruhini pok qilgay. Mundaq deganligini anglagan edim. Har shayga dalil qilinadigan zot Allohning mavjudligi haqida qandaqmi dalil talab qilinsin?" Ustozimiz Ibn Taymiya ko'pincha buni beyitni misol qilib keltiradi. Kunduzi tilansa quyoshga dalil, aqlga davoni tavsiya qilgan. Ibn Qayyim aytadi: "Shuni bilish kerakki, Allohning mavjudligi inson aqli va fitrati uchun elib aytganda kunduzning yo'riqidan o'ta oshkoradir. Aqli va fitrati buni ko'rib yetmagan kishining aqlining fitratining holiga voy." Darvaqa Ibn Taymiya rahimahulloh bu vaqtda o'z asarlarida alohida to'xtalgan bo'lib, u mundaq deb ko'rsatgan edi: yaratquchini bilish va uni iqror qilishdagi asosiy bilim izlanish va dalillab chiqishga qarashliq bo'lmasdan, aksicha tabiiy va zaruriy shaklda hosil bo'ladigan aksiomalik bilimdir. Shuningdek, shirik va kufr ahlini o'z ichiga olgan barcha millat xalqlar aqllarning har qanday hodis paydo qilg'uvchisiz maydonga kelmaydi. Shay'lar vojibul vujud, mumkinul vujud deb ayriladi degandek dalillash metodlari bo'yicha yo'l tutmaymi, yaratquchining mavjudligini iqror qilib kelgan. Allama Shayx Muhammad G'azali aytadi: "Darvaqa Allohning mavjudligi masalasi go'yo dalillashga tegishli masala kabi alohida tema turg'izib isbotlab chiqishdan qimmati ustun, mohiyati ro'shan masaladir. Allohning mavjudligi go'yo kunduzda quyoshning mavjudligini isbotlashga dalil kelmaganiga o'xshashla dalillash va isbotlashga hojatsiz masala ekanligi o'z davrining buyuk allomalari va mutafakkirlari tomonidan ana shundoq yorqin va dadil o'tirg'a qo'yilgandir." Bu nuqtani yana Sharqning buyuk mutafakkirlaridan ulug' olim Yusuf Hasajibning bayonlaridami uchirtimiz. Yusuf Hasajib aytadi: "Erur barliqing kun va oydak yo'ruq, tegingi yetichi ko'ngil aql yo'q." Qutat Xobelik 12-beyt. Albatta, Allohning mavjudligining dalillashdan behojat masala ekanligi haqidagi bu yakun sog'lom fitrat va suzuk ong'a ega har bir kishining qanoatiga uyg'un va munosibdir. Bu yana islom tarixida o'tgan buyuk zotlar ruhiyat dunyosini obod qilish, uni poklash, muhofazat qilish va yuksaldirish yo'lini tutib mang'uchi mashhur ulamo zohidlar, ariflar, solih avliyolarmi o'z hikmat va munojotlarida tilga olib o'tishgan va muayyanlashtirishgan edi. Sharqning buyuk mutafakkiri va allomalaridan Mavlana Jaloliddin Rumiy mundaq deydi: "Mubodo sen yaratquchini bilishdan ojiz kelgan taqdirdami, uning asar iznolarini ko'rishdan ojiz emassan. Yaratquchining iznolarini yaralg'uvchilardan izdigin. Qachonki harakatlanayotgan, qimirlayotgan biror jismni ko'rsang, garchi sen hayotingda ruhni ko'rmagan taqdirdami, mazkur jismdagi harakat va hayotlikning manbasi bo'lgan ruhning borligini dalillaysan. Ajaba quyoshning mavjudligiga uning parlagan va chaqnagan nuridanmi buyuk va kuchli dalil bormi?" Ariflardan Imom Ibn Ataulloh Sakandari o'z munojotida shundoq aytadi: "Ey ulug' Parvardigor, nimaki mavjud bo'ladi ekan, u mavjud bo'lishida senga muhtoj. Shundoq ekan, qandoqmi uni sening mavjudligingga dalil qilib ko'rsatgili bo'lsin? Ajaba sening g'ayringdagi oshkorlik senda yo'qmidi? Ajaba mavjudligingga dalil keltirilgandek qachondan beri aramizdan g'oyib eding?" Ariflardan Shayx Abul Hasan Shazili hazratlari aytadi: "Janobi Haqqa iymon va ishonch ko'zi bilan qaraganligimiz bizni uning haqida dalil isbot surishti qilishdan behojat qildilar." Yuqorqi bayonlarning hammasi Allohning mavjudligini bilish xususiyatining inson tabiatida borligi va Allohni tunishning insondagi tug'ma ong ekanligidan iborat insonning sog'lom fitrati asosiy o'ringa qo'yilgan asosda bayon qilingan. Amaliyotda Allohning mavjudligi dalillashga ehtiyoj tushmaydigan holatda oddiy bilimlar jumlasidan bo'lib, uning mavjudligini inson tabiatidagi bo'lganmagan saf ruh, suzuk qalb va sog'lom ong orqali his qilib yetish va bilish mumkin ekanligi qadimdan tortib toki hozirga qadar olimlar aro izchil o'tirg'a qo'yilib kelgan masalalardandir. Bu nuqta yana nuqul islom olimlari orasida mashhur bo'lmasdan, din va aqidadan xoli fikr yurgizish tarafdorlar orasida ilgari surilgan va muayyanlashtirilgan. G'arbning gigant faylasuflaridan biri bo'lgan Rene Descartes Xudoning mavjudligini fitrat orqali bilib yetgili bo'lganligini ilgari surguvchilardan bo'lib, u bu vaqtdagi bayonida mundaq deydi: "Allohning mavjudligi haqidagi e'tiqod bizda fitrat bo'lib tabiatlangan. Endi gap mening bu e'tiqodga qanday erishganligimda qoldi. Qarasam, men buni sezgularimdan qabul qilib olmabdiman. Hatto kutganimning aksicha sezgu a'zolarim xuddi bu ish sezgular orqali bilgili bo'ladigan shaylar ma'lum bo'lganda yuz beradigan holat kabi yoki sezgularim sirtidagi a'zolarim oldida zohir bo'lganda ro'baro kelib qoladigan ishlar kabi bu vaqtda menga eg'iz echib boqmabdi.
Yana kelib, bu xil tuyg'u aqliy ijodiyatning yoki quruq xiyolning mahsulimi emas ekan. Chunki men bu xil e'tiqodning ma'lum qismini qisqartish yoki uzartishga ilmiy nuqtadan ojizlik qilaman. Bu nuqtaga kelganda o'z-o'zimga darvaqa bu aqida men bilan tang tug'ilgan. Go'yo fikrlarimning mendan tug'ilgani kabi bu aqida yaralganimdan beri men bilan tangli mavjud bo'lgan ekan. Deyishdan boshqa yo'l qolmadi. Dal mushu nuqtada Xudoning meni yaratgan chag'ida bu angni o'zining yaratganligiga belgi bo'lsin uchun ruhimga muhrlab qo'yganligi ma'lum bo'ldi va buningdan ajablanishning hech bir o'rnimi qolmadi. Ataqliq faylasuf Max Scheler aytadi: İnsan öz tabiatidan dindar va Xudo haqida izlanguchidir. Xudoga ishonish insonning sab tabiatida bor. Shunga uni dalillash behojat. Mashhur faylasuf Herbert Spencer aytadi: Bizning Xudoga bo'lgan idrokimiz uni mohiyat va sifat jihatdan tasvirlashga ojiz kelayotgan bo'lishiga qaramay, u bizning yengimizda har qachon ijobiy ilmiy sifatida mavjud bo'lib turadi. Boshit o'zining yaratquchining mavjudligini dalillash tarixi haqida Tazkirlar nomli kitobida munolarni qayd qiladi. Shaxslar va har qaysi irqdagi insonlarning yaratquchining mavjudligi to'g'riliq ishinib kelgan aqidasi o'z-o'zidan mavjud zarur aqidalardan bo'lib, bu xil e'tiqod yaratquchining mavjudligi haqidagi dalillar borliqqa kelishdan burunla shakllanib bo'lgandir. İnson o'zini barliq mazgildagi xotirasiga qancha zo'rlamasin, u o'zining yaratquchi haqidagi e'tiqodining yuz bergan vaqtini his qilishdan ojiz keladi. Chunki bu xil aqida uningda nihoyatda yoshirin yetilgan bo'lib, Xudoga bo'lgan aqida uning uchun hayotidagi eng chong ta'sir ko'rsatkichi omilga aylanib bo'lgan. Shunisi aniqki, Xudoning mavjudligi haqidagi bu e'tiqod xuddi bizning asosiy tug'ma bilish iqtidorimizdagi narsalarga o'xshash, bizdan bexabar allaqachon ruhimizga urilishib bo'lgandir. Yuqoriqilar bizga suzuk aql, pokiz qalb va sog'lom fitratning bizni Allohning mavjudligiga dalil izlashdan behojat qildiganligini va buning olimlar orasida asosan fikr birdakligi hosil bo'lgan masala ekanligini ko'rsatib berdi. Biroq shunimi eskartmay bo'lmaydiki, yuqorqi bayonlar aslo va aslo Alloh haqida aqliy dalil izlashning, Allohning mavjudligini har turli dalil isbotlar asosida tunishning xato yoki ortiqcha ekanligini tushundirmaydi. Yuqorqilar faqat insonda Allohni tunishga kifoya qiladigan idrokiy quvvatni muqarrarlashtirish hamda Allohni yaqindan tunishning yo'li bo'lgan insonning ichki xoslik va alohidaliklarining sog'lom inkosini muayyanlashtirishdan iborat xolos. Dalillar nima uchun? Amaliyotda dalillash va isbot turg'izish qatorliqlar faqat ana shu sog'lom fitratli inson vujudida yildiz tortgan sap ong orqali qalbga o'rnagan e'tiqodni bayqash, kuchaytirish, ashu fitratning ichki inkosini aqldimi qanoatga ega qilish, bu vaqtdagi bilim ma'rifatni logikalik faktlarga ega aqlli saviyaga ko'tarish hamda bu orqali iymonni yanada cho'nqurlashtirish va mustahkamlash, shundaqla sog'lom tabiatdan chatnagan qalblarga, safsatlar ta'sirida bulg'angan aqllarga to'g'rini ko'rsatish, azg'unlik va havoyi havas qaynimiga g'arq bo'lgan xudosizlik da'vochilarga raddiya berish uchundir. Chunki fitrat har insonda dastlab saf va suzuk holatida mavjud bo'lsa-mu, ammo u insonning o'sib yetilishi, yashagan muhiti, olgan ma'arif tarbiyasi, ota-ona tarbiyasi qatorliqlarning ta'siriga uchraydi. Navoda ushbu fitratni sog'lom tutib turadigan, uningga uzuq bo'ladigan bilim ma'rifatlar orqali quvvatlantirilmagan va parvish qilmagan ahvolda uni chang to'zon besib qolishi, suzukligi dog'lishishi va bulg'anishi muqarrar. Payg'ambarning har qanday bir buvoqning sog'lom tabiatli bo'lib tug'ilganligi va bu sog'lom va suzuk tabiatning ota-ona misoli tashqi muhit ta'sirida o'zgardiganligi haqidagi ta'limi fitratni muhofazat qilish kerakligini ishoratlaydi. Fitratni muhofazat qilish bo'lsa, dalil isbotlarga to'yingan to'g'ri bilim ma'rifat orqali amalga oshadi. Yana bir jihatdan qaraganimizda, aqliy tafakkur yurgizish, koinot va insondagi aqlni lal qiladigan ilmiy haqiqatlar orqali Allohni tunish va aql orqali Allohning mavjudligini ilmiy isbotga ega qilishdan iborat bu yo'l islomning aqlga bergan imtiyozi hisoblansa, ushbu imtiyozni qo'llanishga, haqiqatni qazib chiqishga turtki bo'ladigan omil yanada insonning sog'lom fitratidir. Bumi o'z navbatida islom dinining aql va qalbga o'rtaq chaqiriq qildiganligi, har ikkisiga tang ahamiyat berdiganligining ifodasidir albatta. Shunlashqa sog'lom fitrat orqali Allohni to'yish va his qilishdek yoshirin tabiatni muayyanlashtirish bilan Allohni aql yo'li orqali tunishni tashabbus qilish va Xudoning mavjudligiga aqliy qanoat hosil qilish asosida e'tiqod qilish kerakligini tashabbus qilish orasida zidlik yo'qdir. Chunki fitrat asosida Xudoni tunishmi mohiyatda aqliy qanoatning bir tarkibiy qismi. To'g'risi, buni dalil isbotlar asosida Allohga aqida qilishni aqlning sab fitratdan iborat inson vujudiga yoshiringan haydachi rahbarning sadosiga qaratib chiqargan adil hukmi deb qaramoq lozim.
Aql Allohni tunishdagi muhim vosita bo'lsa-mu, Alloh aqidasini aqlda mahkam o'rnatish uchun besildigan asosiy qadam yanada fitratga murojaat qilishdan boshlanadi. Xulosa kalam. İslam aqidasining aqliy dalil isbotlar orqali Allohni tunishga rag'batlantirishi bilan fitratning insonni Allohga yetaklaydiganligini muayyanlashtirganligi, mohiyatda uning insonning bilish, to'yish, his qilish va boshqa sezgu iqtidorlarining hammasiga o'rtaq xitob qildiganligini ko'rsatadi. Shundaqla buningdan ilohiy xitobning insondagi bilish organlarining hech biriga sal qarmaganligini ko'rib olg'ali bo'ladi. Sağlam fitratning Allohni tanıydigan xususiyat ekanligini va bu xususiyat bo'lganmaganda bo'lsa, cho'qim insonni yaratquchi tarafga yetaklaydiganligini, yaratquchining mavjudligini eng oldi bilan iqror qiladigan o'rinning insonning sap yangi ekanligini nazarga olgan vaqtimizda Alloh haqidagi aqli, naqli va boshqa ilmiy manbalarni asos qilgan har qaysi dalillarning o'tirg'i qo'yilishining mundaq ikki nuqtadan zarur va ahamiyatli ekanligini unutmaslik kerak bo'ladi. U bo'lsa-mu ehtiyoj va zaruriyatdan iborat. Ehtiyoj deyishimiz kishi garchi Alloh haqidagi ilm va aqidaga fitrat yetakchiligi orqali erisha olsa-mu, ammo uning bu aqidani dalillar orqali himoya qilib, iymonini muhofaza ichida tutishi, kuchaytirishi, yashnatishi va mustahkamlashi islom shariati nuqtasidan musulmon uchun farz va imoniy majburiyat. Shunga bu jihatdan insonning Allohni fitratdan sirtqi yo'llar, ilmiy va aqliy dalillar orqali tanishga ehtiyoji bor. Zaruriyat deganimizda bo'lsa, ko'pchilik insoniyatga qarshi muqam to'lig'uvchi atizmchilar va har qaysi ideyaviy, ilmiy, adabiy va siyosiy sohalardagi xudosizlik da'vochilariga qarata ilmiy javob va raddiya berish ko'zda tutilgandir. Chunki mazkur da'vochilar ko'pincha holda dalil isbotlariga samimiy qaramaganligi yoki bu vaqtdagi dalillarga kamtarona pozitsiya tutmaganligi yoki bu vaqtdagi sog'lom bilimlardan bexabar qolganligi yoki sog'lom ta'lim-tarbiya muhitidan mahrum holatda yetilib qolganligi va yoki noto'g'ri ideyalarga o'zini tutqizib qo'yganligi, undan boshqa yana har turli ichki va sirtqi omillarning ta'siriga uchrash sababli aslidagi saf va sog'lom fitratini bulg'ab olganlardir. Ular bu sababli hayotini o'tkinchi hayoti dunyoda kishining qilg'ini qilgan, aytgani aytgan bo'lib, hech bir savol so'roqsiz qolsa bo'laveradigan hayot deb qarab, o'zini hammadan ustun ko'rib oladi va oshkora shaklda Xudoga isyon qilishga o'rnadi. Shunga undaqlar ma'lum nuqtadan shaytoniy tabiatning quliga aylanib ketganlar deb qarasimi ortiqlik qilmaydi. Halbuki bu xil tanqidlarning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, ular qadimda nihoyat oz sonni egallab kelgan edi. Darvaqa, ular nihoyat oz bir uchum toifa edi. Bugungi kunlikda bo'lsa, ular turli nazariya, iqim va maslak nomlarida ulg'aygan bir to'p jamoa yoki kichik bir jamiyat to'pi. Hatto davlat xalqi bo'lib ko'zga chaliqmoqda. Buningdan eshib, ularda taraf-tarafdan dinga asabiylarcha o'chmanlik qilish, suiqasd planlash, dushmanlik qilish, Xudoga bo'lgan yoshirin nafratlarni oshkora namoyish qilish hamda bu yo'lda dinga qarshi har soha fikri, jismoniy, siyosiy va iqtisodiy kuchlarni bir nuqtaga yig'ib turib, shaxsiy va yoki kollektiv holatda hujumga o'tish, xudosizlikni ixtiyoriy yoki majburiy yo'llar orqali keng umumlashtirish to'lqinini avj oldirish holatlari kuchaymoqda. Buning ichida yana ta'lim-tarbiya va fan ma'arif sohalarini dinsizlik tarqatishdagi muhim baza qilib qurib chiqish va bu yo'lda ilm-fan sohalarini suiiste'mol qilib qo'llanish qatorliqlarimi bor. Mana bu xil salbiy chaqiriq va tashviqotlarga qarata haqiqatni yanama parlaq va yanama ustunlikka ega qilish hamda o'sha bu haqiqatni dodlashtirish, sha'niga dog' tushirish qasdida yig'iyotgan va yog'dirilayotgan sun'iy yomg'irlar, har turli uchqun va chang to'zonlarni tarmar qilish, dinning aslidagi saf va suzuk holatini namoyon qilish uchun tunji qadamni Allohning mavjudligini dalil isbotlar asosida isbotlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Bu yana Alloh va inson orasidagi azaliy va abadiy rishtani mustahkamlash, Allohning banda ustidagi haqqini, bandaning Alloh haqidagi ahdasini real hayotda shaxs va jamiyat aro amaliylashtirish uchun elishga tegishli dastlabki qadamdir. Mushu nuqtalarni nazarga olganimizda Allohni dalillar asosida bilish haqiqatan bir zaruriyat va jiddiy talablarning biri. Allohni aqliy va ilmiy dalillar asosida bilishning navbatda ham ehtiyoj hamda zaruriyat bo'layotganligini ta'kidlashimizning sababi ana shulardan iborat.